Assalomu alaykum hammaga. Bugundan o'q to'plam kitobini geometriya bo'yicha masalalarini birinchi mavzudan boshlab shu oxirgi mavzugacha ishlanishlarini ko'rib chiqamiz. Hop, bugungi birinchi mavzuyimiz ya'ni geometriya faniga kirish birinchi bo'limi, ya'ni geometriyaning planimetriya bo'limidagi birinchi mavzu burchaklar va masofalar mavzusiga oid misollarni bugun sizlar bilan ishlaymiz. Ho'p, birinchi misol. Qo'shni burchaklardan biri ikkinchisidan 16 gradus katta. Shu qo'shni burchaklarni toping. Ho'p, qo'shni burchaklar bir chizig'ida yotgan, mana bu ikkita burchak hisoblanadi. Ho'p, bittasi alfa bo'lsa, ikkinchisi alfa plus 16 ekan. Ho'p, qo'shni burchaklarning yig'indisi 180 gradus ekanligidan 2 alfa teng 164 gradus. Demak, alfa 82 gradus. Alfa plus 16 esa hop 82 plus 16 va bu teng bo'ladi 98 ga. Demak, 82 va 98 degani mana bu D javob. Ikkinchi masala. Ikkita to'g'ri chiziqning kesishida hosil bo'lgan uchta burchakning yig'indisi 315 gradus. Hop, mana bu ikkita teoriy to'g'ri chiziq. Ularni kesishidan hosil bo'layotgan mana bu uchtasining yig'indisi 315 gradusga teng. Shu burchaklardan kichigini toping. Xo'sh, agar uchtasining yig'indisi 315 bo'ladigan bo'lsa, mana busini qiymati, mana bu hisobga olinmaganining qiymati 45 gradusligiga kelib chiqadi va mana bu to'g'ri chiziqda yotgan ikkita burchak, agar mana buni beta deydigan bo'lsak, beta bilan 45 ular qo'shni burchak bo'lib qoladi. Shuning uchun ularning yig'indisi 180 gradusga teng. Demak, beta burchagimiz teng bo'ladi 135 gradus. Bizdan shu burchaklardan kichigini toping. Demak, bizdan mana bu 45 ni o'zini so'ragan ekan. Demak, B javob. Hop, uchinchi masala. Ikki to'g'ri chiziqning kesishidan hosil bo'lgan burchaklarning ayirmasi 40 ga teng. Ikki to'g'ri chiziqning kesishidan hosil bo'lgan burchaklarning ayirmasi. Mana bu ikki to'g'ri chiziq. Hosil bo'lgan burchaklardan birining bu hosil bo'lgan burchaklarning ayirmasi 40. Agar mana bu hop, mana bu alfa bo'lsa, bunisi alfa plus 40. O'shanda ikkalasini ayirsak 40 degan javob chiqadi. Demak, bizda alfa plus 40 va alfalarning yig'indisi 180 ga tengligidan alfaning hop 70 gradus ekanligi kelib chiqadi. Hop, demak, mana bu 70 gradus ekan, bunisi 110 gradus ekan. Demak, bizdan kichigini so'ragan, bu D javobda turibdi. Keyingisi, to'rtinchi misol. Ikki to'g'ri chiziqning kesishidan hosil bo'lgan uchta burchakning yig'indisi 265. Mana bu uchtasini yig'indisi 265. Shu burchaklardan kattasini toping. Mana bu joyimiz esa mana bu burchagimiz. Hop, 360 dan 265 ayiradigan bo'lsak 95 gradus degan javob chiqadi. Hop, bu yog'i 95 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu qismi hop nechaga teng bo'ladi? Hop, 85 ga teng bo'ladi. Bizdan so'rayotgan narsa shu burchaklardan kattasini. Demak, kattasi 95 ekan va bu B javobda turibdi. Hop, beshinchisi. Qo'shni burchaklardan biri ikkinchisidan 20 gradusga katta. Shu qo'shni burchaklarni toping. Qo'shni burchaklar biri ikkinchisidan 20 ga katta. Qo'shni burchaklarning yig'indisi 180 gradusga teng ekanligidan x teng 80 degan javob kelib chiqadi. Demak, bittasi 80, bittasi 100 degan mana bu Y javobga to'g'ri keladi. Oltinchi masala. Ikki to'g'ri chiziqning kesishidan hosil bo'lgan qo'shni burchaklar. Ikki to'g'ri chiziqning kesishidan hosil bo'lgan qo'shni burchaklar. Mana bu yerda ikkita qo'shni burchak hosil bo'lyapti. Mana bunisi 5x, bunisi 7x mos ravishda. Shu burchaklarni toping. 7x bilan 5x ning yig'indisi 180 gradusga teng ekanligidan x teng bo'lib qoladi 180 taqsim 12 ga. Bu degani hop 15. Demak, 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak 75 gradus. 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak 105 gradus. Demak, 105 va 75 degan javob.
Ya'ni mana bu B javob. Hop, endi yettinchisi. Qo'shni burchaklardan biri ikkinchisidan 18 gradus katta. Hop, mana bu qo'shni burchaklar. Biri ikkinchisidan 18 ga katta. Hop, bunisi x bo'ladigan bo'lsa, mana bu ikkinchi burchagimiz x plus 18 gradus. Shu qo'shni burchaklarni toping. Demak, har doim o'sha qoidamiz. Qo'shni burchaklarning yig'indisi 180 gradusga teng. 2ximiz teng bo'lib qoladi. Shunda 162 ga. X teng bo'ladi 81. Demak, 81 va 99 degan javob chiqadi. Va bu B javob turibdi. Hop, endi keyingi misolimiz 8-si. Ikki to'g'ri chiziqning kesishidan hosil bo'lgan qo'shni burchaklarning gradus o'lchovlari 3/7 nisbatda. Ikki to'g'ri chiziq mana kesishdi. Hop, bittasi 3x, bittasi 7x bo'lgan. Ikkita uzr, mana bu 70 emas, 7x. Hosil bo'lgan qo'shni burchaklarning gradus o'lchovlari 3/7 nisbatda bo'lsa, shu burchaklarni toping. Demak, ikkalasini qo'shamiz. 7x ga 3x ni qo'shadigan bo'lsak, 10x hosil bo'ladi va mana shu 180 gradusga teng ekan. X teng 18 gradusligidan, hop, mana bu burchagimiz 54 gradus. Mana bu ikkinchi burchagimiz bo'lsa, 7 ko'paytirilgan 18 126 gradusga kelib chiqadi. Demak, 54 va 126 degan javoblar. Hop, mana bu C javob turibdi. Hop, ikki qo'shni burchakning ayirmasi 24 ga teng. Shu burchaklardan kichigini toping. Har doimgidek bittasini x desa, ikkinchisi x plus 24. Shunda ikkalasini bir-biridan ayiradigan bo'lsa, 24 gradus degan javob chiqadi. Hop, bu burchaklar bir-biriga qo'shni bo'lgani uchun ikkalasining yig'indisi 180 gradusga teng. Shunda 2ximiz teng bo'lib qoladi 156 gradus. X teng bo'ladi 78 ga. Demak, bittasi 78 bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi 78 plus 24. Hop, va bu 102 gradus. Shu burchaklardan kichigini toping. Kichigi mana bu 78 degan javob bo'ladi. Hop, endi 10-masala. Qo'shni burchaklardan biri ikkinchisidan 4 marta kichik bo'lsa, shu burchaklardan kattasini toping. Qo'shni burchaklardan biri ikkinchisidan 4 marta kichik ekan. Hop, demak, mana bu bittasi x bo'ladigan bo'lsa, keyingisi 4x ekan. Demak, mana bu bundan 4 marta kichik bo'lyapti shunda. Hop, endi shu burchaklardan kattasini so'rayapti. Bular qo'shni burchak bo'lgani uchun ikkalasining yig'indisi 180 gradusga teng. 5x teng bo'ladi 180 gradusga va ximiz 36 gradusligi kelib chiqadi. Shu burchaklardan kattasini toping. Endi 4 ni 36 ga ko'tarib qo'yadigan bo'lsak, 144 degan mana bu D javob kelib chiqadi. Hop, 11-masala. Soatning minut mili 9 minutda necha gradusga buriladi? Hop, soatning minut mili. Hop, agar mana shuni soat deb tasavvur qiladigan bo'lsak, mana bu minut mili 9 minutda taxminan mana bu yerda 1 tursa, bu 5 minut hisoblanadi. Masalan, 2 turadigan bo'lsa, 10 minut bo'ladi. Demak, soatimizni mana minut mili taxminan mana shunday to'g'ri kelishi kerak va mana shunda necha gradusga buriladi deyapti. Hop, demak, soatimiz teng 12 ga bo'lingan, ya'ni mana bu yerda 3, mana bu yerda 6, mana bu yerda 9 va qaytib kelib 12 bo'lib qoladi. Demak, 12 ga bo'lingan bo'lsa, har bitta minutimizga, hop, uzr, bitta joyda adashib ketdim. Mana shu soatimiz 12 ga emas, shuni 60 ga bo'lingan deylik. Shunda minut strelkasi bir marta aylanib chiqqanda 1 soatni anglatadi, to'g'rimi? Demak, biz mana shuni teng 60 qismga bo'lib olamiz. Ya'ni 360 gradusni 60 minutga bo'lib olamiz. Shunda 1 minut degan mana bu soatdagi birinchi va ikkinchi minut orasida yoki ikkinchi va uchinchi minut orasida, ya'ni minutlar orasidagi burchak, ya'ni soatimiz minut mili 1 minutda necha gradusga burilishi kelib chiqadi, ya'ni bu 6 gradus. Demak, minut mili
bir minutda 6 gradusga burilar ekan. Demak, 9 minutda 6 karra 4 va bu 54 degan javob kelib chiqadi. Demak, minut mili 9 minutda 54 gradusga burilar ekan. Xo'p, endi keyingisi burchakning bisektor hissasi uning tomoni bilan 15 gradusli burchak tashkil etsa, burchakning o'zini toping. Xo'p, misol uchun burchak olingan bo'lsa, uni bisektor hissasi uni teng 2 ga bo'ladi. Xo'p, burchak bisektor hissasi uning tomoni bilan 15 gradus hosil qilibdi. Burchakni o'zini toping. Demak, bu tomondan 15 hosil qilsa, bu tomondan 15 hosil qiladi. Chunki bisektor esa burchak teng 2 ga bo'ladi. Demak, burchagimiz o'zi ikkalasining yig'indisi, ya'ni 30 gradusga teng bo'ladi. Demak, bu B javob. Xo'p, endi keyingi masala. Ikki to'g'ri chiziqning kesishidan hosil bo'lgan burchaklarning kattaliklari nisbati 7 ga teng. Demak, ikki to'g'ri chiziq kesishyapti va 7x va 3 3x degan burchaklarni hosil qilyapti. Shu burchaklardan kichigini toping. Bizda mana busini so'ralyapti. Hop, 7x ga 3x ni qo'shamiz va 180 gradusga tenglaymiz. X teng 18 gradusga kelib chiqadi va 3 ga ko'paytirib qo'ysak 54. Hop, demak, Y javob. 14-chi masala. Soatning minut mili 6 minutda necha gradusga buriladi? Hop, sal oldin mana yuqorida ko'rib chiqdik. 1 minutda 6 gradusga burildi. Demak, endi 6 minutda deydigan bo'lsa, 6 ni 6 ga ko'paytirib qo'yamiz. Hop, demak 36 gradusga buriladi degan javob kelib chiqadi. Hop, 15-chi masala. Burchakning bisektor hissasi uning tomoni bilan 45 gradusli burchak tashkil etsa, burchakning o'zini toping. Hop, xuddi hozirgi yuqorida ko'rgan misolimiz. Burchak bisektor hissasi burchakning teng 2 ga bo'ladi va bu burchak bisektor hissasi mana bu tomon 45 gradus ekan orasi. Endi bu tomon ham 45 kelib chiqadi. Demak, burchagimiz 90 gradusli burchak ekan. Hop, endi 16-chi misol. Qo'shni burchaklardan biri ikkinchisidan 32 gradusga katta. Shu burchaklardan kattasini toping. Hop, qo'shni burchaklardan biri ikkinchisidan 32 ga katta ekan. Hop, birinchisi x plus 32 bo'lsa, ikkinchisi x bo'lib qoladi. Demak, bularning yig'indisi 180ligidan x'imiz kelib chiqadi. 180 minus 32 taqsim 2 va bu 148 taqsim 2. 74 gradus. Shu burchaklardan kattasini toping. Kichik 74 bo'lsa, kattasi bizda 106 gradusligi kelib chiqadi. Demak, A javob. Hop, 17-chi masala. A va B nuqtalar orasidagi masofa 500 metrga teng. Hop, A va B nuqtalar orasidagi masofa 500. B va C nuqtalar orasidagi masofa 300 metrga teng. 300 metrga teng. A va C nuqtalar orasidagi masofa qanchaga teng? Hop, bu yerda aniqlab bo'lmaydi. Chunki bizga shart bermagan. Ular bitta chiziqda yotibdi, uchta nuqta, ya'ni bitta to'rt chiziqda yotibdi yoki e, ya'ni C ni joylashuvini bermagan bizda. Shuning uchun xohlagan joyda bo'lishi mumkin. Agar C mana bu joyda bo'ladigan bo'lsa, hop, biz shunchaki 500 ga 300 ni qo'shamiz va 800 degan javob olishimiz mumkin. Xohlasa C mana bu yerda ham bo'lishi mumkin. Hop, agar C bu yerda bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda 300 bo'lib, bu umuman boshqa qiymat kelib chiqib qoladi. Hop, misol uchun C mana bu yerda bo'lishi ham mumkin. Hop, mana bu yerda 300 bo'lsa, mana bu yerda C nuqta bo'lsa, endi A, C bizda umuman endi boshqa kattalik kelib chiqadi. O'shaning uchun bizga C ni joylashuv o'rnini bermayaptimi? Demak, buni biz aniqlay olmaymiz. Hop, endi 18-chi masala. Bir minutdan hop, uzr. Bir nuqtadan 3 ta to'g'ri chiziq o'tkazilgan. Hosil bo'lgan 6 ta burchakning o'zaro vertikal bo'lmagan uchtasi alfa beta gammaga teng. Alfa plus beta plus gammani toping. Bir nuqtadan 3 ta to'g'ri chiziq o'tkazilibdi. Hop, bitta, ikkita, hop, mana uchinchisi. Hosil bo'lgan olti burchakning o'zaro vertikal bo'lmagan uchtasi. Hop, bu bilan bu vertikal. Endi vertikal bo'lmagan deyaptimi? Demak, mana bu yonidagi yoki bo'lmasa mana bu yonidagi hisoblanadi. Vertikal bo'lmagan uchtasi. Hop, alfa, beta, gamma. Alfa plus beta
plus gammani toping. Ho'p, bular bitta chiziqda yotib qolgan uchta qo'shni burchak hisoblanyapti hozir bu yerda. O'shaning uchun uchalasining yig'indisi 180 gradusga teng bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasa agar men gamma bo'lsa, men ham gamma. Ho'p, men beta bo'lsa, bu ham beta. Alfa bilan mana bu joy ham tengligidan 2 alfa plus 2 beta plusdan 2 gamma teng 360 qilib turib, 2 ga bo'lib yuborib, alfa plus beta plus gammani 180 deb keltirib chiqarishimiz ham mumkin. Demak, bu javobga to'g'ri keldi. Xo'p, endi 19-masala. Qo'shni burchaklar bissektrisalari orasidagi burchakni toping. Qo'shni burchaklar bissektrisalari orasidagi burchak. Xo'p, masalan, bitta chiziqda yotibdi, ikkita burchak va bular qo'shni. Misol uchun, mana bu alfa bo'ladigan bo'lsa, bu yog'i 180 gradus minus alfa. Endi mana shu ikkalasining bissektrisalari orasidagi burchak nimaga teng bo'ladi deydigan bo'lsa, hop, mana bu bissektrisa, mana bu ikkita bissektrisa hosil qilayotgan mana bu ikkita burchagimiz yig'indisi mana shu ikkita bissektrisa orasidagi burchak bo'ladi. Demak, hop, mana bu qo'shni burchaklarni umumiy tomoni va mana bu birinchi bissektrisa orasidagi burchak alfa taqsim 2 va mana bu umumiy tomon va mana bu bissektrisa orasidagi burchak 90 minus alfa taqsim 2 bo'lib qoladi. Bu narsa qayerdan kelib chiqdi? 180 minus alfani 2 bo'lishimizda. Endi mana shu ikkalasini qo'shadigan bo'lsa, ikkita bissektrisa orasidagi burchak kelib chiqadi. Hop, minus alfa taqsim 2 plus alfa taqsim 2 va bu 90 gradusga teng. Demak, har doim eslab qolamiz buni qoida qilib. Demak, ikkita qo'shni burchaklarni bissektrisalari orasidagi burchak 90 gradusga teng. Bu har doim o'rinli. Hop, endi 20-masala. Ikki to'g'ri chiziqning kesishidan hosil bo'lgan burchaklarning biri 30 ga teng. Ikki to'g'ri chiziq kesishidan hosil bo'lgan burchaklar. Misol uchun mana. Biri 30 gradusga teng. Qolgan burchaklarni toping. Hop, agar bu 30 bo'lsa, vertikal burchaklar qoidasiga asosan bu yog'i 30. Endi bu yog'i 150. Beta 150. Demak, qolgan burchaklar 150, 150 va 30ligi kelib chiqyapti va bu A javobda. Hop, endi 21-masala. A, B va C da to'g'ri chiziqlar O nuqtada kesishadi. Hop, misol uchun A, B va C da to'g'ri chiziqlar O nuqtada kesishyapti. Hop, A, B to'g'ri chiziq va C, D to'g'ri chiziq. Mana bu O nuqta. A, O, D, A, O, D va SOB. SOB burchaklarining yig'indisi 230 ga teng ekan. Xo'p, bular ikkalasi vertikal burchak. Agar bu x burchak bo'lsa, bu ham x burchak va 2x teng ekan. Bizda 230 ga va bundan x teng 115 gradusga kelib chiqdi. Bizdan AOS burchagini toping deyishibdi. Xo'p, AOS bo'lsa, demak, mana bu x burchakka qo'shni bo'lgan burchak. Demak, 115 gradus bo'lsa birinchisi, endi ikkinchisi hosil bo'ladi bunda. Hop, 65 gradus. Demak, C javob. Hop, 22-masala. O'ziga qo'shni bo'lgan burchaklarning 7 dan 3 qismiga teng bo'lgan burchakni toping. Hop, o'ziga qo'shni bo'lgan burchakning 7 dan 3 qismiga. Demak, bizda berilgan ikkita, hop, ikkita mana bu qo'shni burchaklar va bittasi x bo'lsa, ikkinchisi mana shu o'ziga qo'shni bo'lgan burchagning, ya'ni x ning 7 dan 3 qismiga teng ekan. Demak, ikkalasining yig'indisi teng bo'ladi 180 ga. Hop, qo'shadigan bo'lsak, 10x taqsim 7 teng 180 va x teng bo'ladi 7 kara 18. Mana bu 10 bilan 180 qisqarib ketdi. 7 ko'paytirilgan 18 qoldi. Va bu 126 gradus. Endi hop, o'ziga qo'shni bo'lgan burchakning 7 dan 3 qismiga teng bo'lgan burchakni toping. Demak, mana buni so'rayapti ekan bizdan. Hop, 126 ning 7 dan 3 qismi, hop, mana bular qisqarib ketsa 18, 18 3 ko'paytiradigan bo'lsak, nechi qoladi bizda? 54. Yoki bo'lmasa mana bu 3 taqsim 7 ga x ni ko'paytirmasdan turib 180 dan mana 126 ni ayirib qo'ysak ham kelib chiqaveradi. 54 gradus. Hop, demak, A javob.
Hop, 23-chi masala. O'ziga qo'shni burchakning 44%ga teng bo'lgan burchakning kattaligini aniqlang. Hop, o'ziga qo'shni bo'lgan burchakning 44%ga teng. Mana bu x bo'lsa, bunisi 0,4x, ya'ni o'ziga qo'shni bo'lgan burchakning 44%ga teng bo'lyapti. Hop, bizdan mana shu 0,44 ni so'rashgan. Hop, x ga 0,44 x ni qo'shadigan bo'lsam 180 gradusga teng va 1,44 x teng bo'ladi 180 ga va bu yerdan x 18.000 taqsim 144 kelib chiqadi. Hop, bu necha endi? Xo'sh, bittayu hop, endi necha tushadi? Shu bo'lib qo'ya qolaylik. 144 ayirsam hop 36. Endi buni ichida adashmasam ikkita bor. 288 ayiradigan bo'lsam endi 2 7 720-da endi 5 ta bor. Demak, x teng 125 gradus ekan. Hop, bularni o'chirib yuboraman. Bu bo'lgan joyimni. Demak, 125 gradus ekan x. Endi mana bu 0,4x bizda 55 gradusga kelib chiqib qoladi. Demak, javob mana bu 55 ni qayerdan topdim hozir? Mana bu x agar 125 bo'ladigan bo'lsa, hop, bu ikkalasi qo'shni-ku. Buni davomi, ya'ni mana bu ikkinchi burchak yig'inda 180 ga teng bo'lishi uchun bu 55 bo'lishi kerak. Hop, endi 24-chi masala. Berilgan burchak va unga qo'shni bo'lgan ikkita burchaklar yig'indisi, ya'ni berilgan burchak va unga qo'shni bo'lgan ikkita burchaklar yig'indisiga teng berilgan burchakning kattaligini toping. Berilgan burchak va unga qo'shni bo'lgan ikkita burchaklar yig'indisi ga teng berilgan burchakning kattaligini toping. Hop, qanday? Berilgan burchak va unga qo'shni bo'lgan ikkita burchakning yig'indisi va berilgan burchak va unga qo'shni bo'lgan ikkita burchaklar yig'indisiga teng berilgan burchakning kattaligini toping. Hop, tushunmadim bu misolga. Hozir bu yerda 3 ta burchak bo'lyapti, tushunishimcha. Hop, berilgan burchak. Agar mana bu alfa bo'ladigan bo'lsa, mana bu hop, beta, mana bu beta. Xo'sh, ha, bo'ldi, tushunarli. Demak, berilgan burchak bunga qo'shni bo'lgan ikkita burchak yig'indisini toping deydigan bo'lsa, demak, bular masala shartida adashmasam mana shu narsani aytishmoqchi. Ya'ni ikkita chiziq kesishgan. Ulardan bittasi olingan. Hop, mana bu alfa olingan. Va mana shunga ikkita qo'shnisi, mana bu 180 minus alfa bilan mana bu yoqdagi mana bu chiziqqa nisbatan olinganda, hop, bu yoqda ham 180 minus alfa hosil bo'ladi. Mana shu uchalasini yig'indisini menimcha 19 pi taqsim 16 demoqchi bo'lyapti. Demak, alfaga 2 ko'paytirilgan 180 minus alfani qo'shadigan bo'lsak, 19 pi taqsim 16. Xo'p, mana bu 180 ni ham pi deb yozib olaylik. Hop, alfa plyusdan hop, pi deb yozdik va 2 ga ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, 2 pi minusdan 2 alfa teng 19 pi taqsim 16. Hop, mana bu 2 alfa bilan alfa minus alfa bo'lib qoladi va bu tomonga, ya'ni o'ng tomonga o'tdim, plyus bo'lib o'tdi. 2 pi dan 19 pi taqsim 16 ni ayirdim. Hop, alfa kelib chiqadi shunda. 32 minus 19 pi taqsim 16. Demak,
Hop. 13 pi taqsim 16 ekan bizda alfa. Demak, Y javobda turibdi. 25-chi masala. Alfa va beta qo'shni burchaklar. Agar alfa taqsim beta teng 2 taqsim 7 bo'lsa, alfa va beta qo'shni burchaklar, alfa taqsim beta 2 taqsim 7 bo'lsa, beta va alfa burchaklari ayirmasini toping. Xo'p, demak, qo'shni burchaklarimiz nisbati 2 7 bo'ladigan bo'lsa, bittasi mana bu 2x va mana busi 7x deb olib ketamiz va ikkalasini yig'indisi 9x 180 gradusga teng. X 20ligidan hop bitta burchagimiz 40 gradus, ikkinchisi 140 gradusli kelib chiqadi. Endi ikkalasini ayirmasini so'raganimizdan 140 dan 40 ayiradigan bo'lsak 100 degan javob chiqadi. Demak, C javobda turibdi. Hop, endi 26-masala. Uzunligi 4 va 2 ga teng kesmani 3 4 nisbat kabi nisbatda bo'ling. Ha, uzr. Uzunligi 4,2 ga teng kesmani 3 4 nisbatda bo'lingan ekan. 4 va 2 deb o'qib. Hop, demak, mana bu kesmamiz uzunligi 4,2 misol uchun santimetr bo'ladigan bo'lsa, uni ikkita qismga ajratishimiz kerak. Bittasi 3x va bittasi 4x. Chunki o'shanda bularning nisbati 3 4 bo'lib qoladi. Hop, demak biz 7x bo'lyapti umumiy kesma va bu 4 u 2 ga teng. X teng bo'lib qoladi 0,16 ga. Hop, birinchi kesmamiz shunda 0,16 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 1,8, 0,6 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 2,4 degan javoblar kelib chiqadi. Mos ravishda 1,8 va 2,4 degan javob D javobda turibdi. Hop, endi 27-masala. Alfa va beta qo'shni burchaklar. Agar alfa teng 0,8 beta bo'lsa, burchaklar ayirmasini toping. Hop, mana bu beta, uzr, mana shuni kichigini alfa deylik va bunisini beta deymiz va alfa teng ekan 0,8 betaga. Endi ikkovini qo'shadigan bo'lsak, hop, ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, ya'ni betaga alfani qo'shadigan bo'lsak, bizda 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Endi mana shu alfani o'rniga 0,8 betani qo'yaman va 180 ga tenglayman. Hop, 1,8 beta teng 180 gradus va beta teng bo'lib qoladi bizda 100 gradusga. Hop, demak, beta 100 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu alfamiz 80 gradusli kelib chiqadi. Endi bizdan ikkovini ayirmasini so'ragan, 100 dan 80 ni ayiradigan bo'lsak, 20 degan javob kelib chiqadi. Hop, 28-masala. Ikkita to'g'ri kesishdan hosil bo'lgan burchaklardan uchtasining yig'indisi 200 gradusga. Ikkita to'g'ri kesishdan hosil bo'lgan burchaklardan uchtasining yig'indisi. Mana bu uchtasining yig'indisi 200 gradus. Ularning kattasi kichigidan necha foiz ortiq? Xo'p, dastlab birinchi topib olaylik hamma burchagimizni. Hop, mana bu endi mana bu uchtasi 200 bo'lgandan keyin bu 160 gradus bo'lib qoladi. Agar bu 160 bo'lsa, mana bu kichkina burchagimiz bizda 20 gradus kelib chiqadi. Hop, ularning kattasi kichigidan necha foiz ortiq? Kichigini biz 100% deb olamiz. Kattasini x deb belgilashga kiritamiz va bu to'g'ri proporsionallik. 20x teng bo'ladi 160 ko'paytirilgan 100 ga. Qisqaradigan bo'lsa x teng 800. 800 dan endi demak ximiz 800 kelib chiqdi. Endi ikkalasini ayiradigan bo'lsak bizda 700% degan javob kelib chiqadi. Hop, endi bu ko'pchilik mana shu ya'ni necha foiz katta, necha foiz kamda ko'pchilik xato qiladi. Bu yerda bitta narsani o'zimiz uchun eslab qolsak bo'ladi. Sizlarga formuladaqa narsa. Misol uchun ikkita son berilyapti. Biri ikkinchisidan necha foiz ortiq yoki necha foiz kam deyilgan bo'lsa, qaysi sondan keyin dan qo'shimchasi keladi. Misol uchun 6 soni 2dan necha foiz ortiq deydigan bo'lsa, mana bu 2 ni 100% olib ketamiz. Yoki bo'lmasa 2 soni 6dan necha foiz kam deydigan bo'lsa, endi 6 ni 100% olib ketamiz. Chunki mana bu 2dan deyapti, bunda 6dan deyapti. Biz mana shu 2 ga nisbatan 6 ni taqqoslaymiz. Bunda 2 ni 6 ga nisbatan taqqoslaymiz. Demak, o'sha nisbatan taqqoslanib turgan sonimiz, ya'ni 2 bilan 6 lar mana bu o'rinda kelib turgan sonlarimiz 100% deb olinishi kerak. Mana shu narsani eslab qolishimiz o'zimiz uchun foydali bo'lishi mumkin. Chunki bu misollar
bitta ham axborotnomalarida, bitta ham savollarda ko'p keladi bu narsa. Ho'p, endi 29-chi masala. Hop, ikki to'g'ri chiziqning kesishdan hosil bo'lgan burchaklarning nisbati 5/4 ga teng. Shu burchaklardan kichigini toping. Ikki to'g'ri chiziq kesishdan hosil bo'lyapti. Mana ikkita burchagimiz. Va bittasi 5x va ikkinchisi 4x. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 9x bo'ladi va 9ximiz 180 gradusga teng. Bu yerda x 20 gradusga kelib chiqadi. Demak, bittasi bizda 100 gradus, ikkinchisi bo'lsa 80 gradus degan javoblar kelib chiqadi. Shu burchaklardan kichigi bizda 80, ya'ni B javob. 30-masala. O'tkir burchakning sinusi, o'tkir burchakning sinusi. Hop, mana bu alfa bo'ladigan bo'lsa, sinus alfa 3/5 ekan. Hop, mana bu 3x bo'lsa, mana bu 5x. Shu burchakka qo'shni burchakning kosinusini toping. Shu burchakka qo'shni, mana bu betda. Hop, o'zi bu chizmani ham nima keragi yo'q ekan. O'chirib yuborsak ham bo'ladi. Hop, sinus alfa teng bo'lyapti 3/5 ga. Hop, alfaga qo'shni burchagimiz pi minus alfa bo'lib qoladi va shu pi minus alfaning kosinusini topishimiz kerak ekan. Kosinus pi minus alfa. Kosinus pi minus alfada keltirish formulalariga asosan minusdan kosinus alfaga teng bo'lib qoladi. Endi hop, kosinus alfa degani o'zi bizda mana bitta formulasi bor. Sinus kvadrat alfa plyusdan kosinus kvadrat alfa teng 1 bo'ladigan bo'lsa, hop, sinus bizda 3/5 va uni kvadratga ko'taramiz. 9/25. Kosinus kvadrat alfa teng 1 ga. Hop, kosinus hop, alfamiz mana shu yerda 4/5 chiqib qoladi xullas. Demak, minusdan 4/5 ga teng bo'lib qolar ekan. Hop, savol tug'iladi mana bu yerda. Nimaga plus minus yozmayapsiz? Hop, yozmasligimga sabab, hop, sinus alfa 3/5, to'g'rimi? Ya'ni buni men o'tkir burchak deb tasavvur qilyapman. Hop, agar bu o'tkir burchak bo'ladigan bo'lsa, mana bu qiymat bizda nima kelib chiqadi? O'tmas burchak hosil bo'lib qoladi, ya'ni pi minus alfada. Va yana keltirish formulalari orqali soddalashtirganimizda minusdan kosinus alfa, yana kosinus mana bu ichidagi mana burchak, yana o'tkir burchak, kosinus ya'ni o'tkir burchak, ya'ni birinchi chorakda musbat qiymati olinadi. O'shaning uchun mana bu yerda musbat qiymatni olyapman. Yoki bo'lmasa yana savol tug'ilishi mumkin. Ikkinchi fikr, misol uchun alfa o'tmas burchak bo'lsa-chi? Agar o'tmas burchak bo'ladigan bo'lsa, pi minus alfa nima bo'lib qoladi bizda? Pi minus alfa o'tkir burchak hosil bo'lib qoladi. Ya'ni misol uchun alfa 100 gradus bo'ladigan bo'lsa, pi dan 100 bersak 80. 80 gradusda kosinus doim musbat. Hop, agar musbat bo'ladigan bo'lsa, xo'sh, keyin mana bu keltirish formulalariga asosan mana bu minus chiqaradi. Keyin mana bu o'tmas burchak edi-yu. Keyin mana bu yerda kosinusni biz manfiy qiymatni olamiz. Keyin manfiy qiymatni olib kelganimizda mana minus bilan minus yechib ketadi, plyus bo'lib qoladi. Hop, endi o'tkir burchagimiz sinusi 3/5 bo'ladigan bo'lsa, shunga qo'shni bo'lgan burchagimiz kosinusi bizda -4/5 degan javob kelib chiqyapti. A javob.